hozir o'sha Ronaldo haqida gapirayotgandim. O'sha umumiy insoniylik jihatdan Ronaldoni nima deyman, tanlagan bo'lardim. Shunday. O'zizchi? Mana Ronaldoni tanlayman, lekin bitta narsasiga qoyil qolish kerak. Ikkalasini ham Messi 39 yosh, Ronaldo 41 yosh. Endi insoniyat o'z tanasini shunday tarbiyalash mumkin ekan. 41 yoshda ham yosh yigitlardek futbol o'ynab, 18 Lamin Yamal 19 yosh, Mbappe yoshda 22 yosh. Shular qatori tingma-ting bahslashyapti-da, eng ko'p to'p urar bo'lish bo'yicha, eng ko'p hujum qilish bo'yicha. Shuning uchun o'shanisiga qoyil qoldimki, bundan tashqari Messini mana shu yilgi chempionatida 2022-yilda Argentinani chempion qilgan bo'lsa ham, bu yilgi chempionatda chiqqan o'yini o'sha 22-yildan ko'ra Messidan yaxshiroq deb tahlil qilishyapti-da futbol. Endi tushunadiganlar. O'shani Xayrulla Hamidov, Davron Fayziyev shularni ko'proq kuzatib qoldim, o'sha jahon chempionati sabab. Keyin Xayrulla Hamidov aytayaptiki, Messini bunchalik dahshatli qayta kuch bilan kelishini kutmagan edik. Chunki Messida o'zi chempionat bor, jahon chempioni bo'lgan, shunchaki nomiga qatnashadi, ketadi. Lekin u yarim finalga Angliya bilan o'ynab, Angliyani yutib, finalgacha chiqib keldi deb hayron qolyapti-da. Keyin unga savol berishdi. Keyin shu narsaga e'tibor qilmagan ekan, men ham qiziqib keyin tekshirdim. Siz deyapti, endi Ronaldo baribir jamoa bilan o'ynashga Messi yaxshi, Argentina qo'llab-quvvatladi, lekin Ronaldoda Portugaliya uncha qo'llab-quvvatlamadi. Ular o'zaro qandaydir tushunmovchiliklar bo'ldi, tortishuvlar bo'ldi-da. Shuning uchun Portugaliya bilan Ronaldoning o'rtasida Messi bilan Argentinada bo'lgandek bog'liq bo'lmadi. Shuning uchun Ronaldoda nisbatan iptachroq chiqib ketdi o'yindan, deyapti-da. Keyin aytayaptiki, bir kishi yozibdi, xullas 2014-yil tasavvur qiling, deyapti. Braziliyalik Ronaldo, eski Ronaldo, shu Ronaldo 2014-yilda Braziliyani finalga olib chiqishini yoki braziliyalik Ronaldinho 2018-yilda Braziliyani finalga olib chiqib kelishini tasavvur qila olasizmi? Deyapti. Keyin nima uchun bu savolni beryapti desa, agar olib chiqqanda o'sha 2018-yilga Ronaldinho deyapti, yoshi Messidan yoshroq bo'lardi, deyapti. 38 yosh. Ronaldo ham 2014-yilda 37 yosh, 38 yosh bo'lar ekan. Men keyin tekshirdim, haqiqatan rost ekan. Endi Ronaldinholar o'yindan ancha oldin chiqib ketganda, ular 39-40 yoshgacha chempionatda o'ynamaganda, o'ynaganda ham Messi bilan Ronaldo Messi finalgacha olib chiqib kelyapti-da. Shuning uchun qoyil qolish kerak shu yoshda qilgan shijoatiga. Yo'q, 100% gapingizga qo'shilmayman. Hozir aynan Messi olib chiqdi desak noto'g'ri bo'lsa kerak, chunki ko'rsiz, Argentina deyarli o'sha yarim finalgacha, Angliyagacha katta davlatlar bilan o'ynamadi. Kichikroq davlatlar bilan, o'ziga nisbatan tajribasi kamroq davlatlar bilan o'ynab, xuddi FIFA uni shu yutishni xohlagandek har tomondan mana sudyalarni unga bo'lishi yoki o'sha Argentina Angliyani yutganda hatto FIFAning prezidenti ham turib o'rnidan turib qarsakcha olib xursand bo'ldi-da. Bu degani ular ham betaraf bo'lishi kerak bo'lgan odamlar Argentina qo'llab-quvvatladi. Faqat Messining o'zini xizmati emas yoki yaxshi o'yinchilariga gap yo'q, varatariga umuman gap yo'q. Zo'raganlar turib yerda Ispaniya bilan o'ynaganda, lekin tashqaridan kuchlar ham qo'llab-quvvatladi. Balki mana uncha endi bilmadim, boshqa ko'rganlar, futbol ko'rganlar, tushunadiganlar izoh yozsalar, lekin nimalardan ko'proq ko'rdim. Endi Xayrulla Hamidov ayniqsa juda chiroyli sharhlaydi. Keyin sharhlagani ham mayli-da, keyin sharhdan keyin o'yinlarni tahlil qilib chiqyapti-da, men o'shani ko'proq ko'rdim. Endi u shoirga baribir badiiy qo'shyapti-da, bezak qo'shib gapiryapti, chiroyli gapiryapti, dahshatli o'yin ko'rsatdi, qo'rqinchli o'yin ko'rsatdi deb ular aytgan gapidan keyin tasvirlab bergandan keyin boya o'yinda nima ko'rmaganman, borib qayta ko'rgisi keladi-da. Shunday ekan deb keyin ko'rsangiz oddiy futbol-ku deysiz. Endi ular tomonidan ularning ko'zi bilan baribir boshqacha ko'rinadi. Keyin eng yana bitta esda qolarli bu chempionatda shu bilan yakunlasak bo'ladi. Nima? Cabo Verde birinchi marta chiqishi ekan. Shuning uchunki o'zbek futbol qiziquvchilar, muxlislari ham o'sha
taqqoslashdi. Uni ham jahon chempionatida birinchi chiqishi, O'zbekistonni ham. Lekin u juda kuchli o'ynadi haqiqatan. Ispaniya, Argentina finalga chiqqan jamoalar Urugvay bilanmi yana tengma-teng o'ynadi. Bir 0-0 o'ynadi bittasi bilan. Asosiy vaqtda, qo'shimcha vaqtda yetgan. Asosiy vaqtda 90 minutda teng o'ynaganda, o'shaning uchun haqiqatan ikkita finalist bilan teng o'ynagan jamoa birinchi marta chiqishi. Keyin Bartar haqiqatan kuchli ekan, darvozaboni. O'sha agar gollari to'xtatmaganda 20 tadan ko'p gol bo'lib ketardi Argentinaga. Argentina deyarli o'yna olmadi. Ispaniya to'p bermadi Argentinaga. Ispaniyani butun musulmon dunyosi qo'llab-quvvatladi. Nimaga? O'sha G'azoda bo'layotgan turgan urushlar, nohaqlik bo'layotgan turgan vaqtda Ispaniya turib aytdi, "Hey, bu nohaqlik" dedi. Amerikaga ham yo'q dedi, Isroil davlatiga ham yo'q dedi. Va shu jihatdan butun musulmon davlati, demak bu Ispaniyada musulmon bo'lmasa ham bularda nima deydi? Yaxshilikka nima bor, e'tibor bor deb. Shuncha o'sha Lamine Yamal dedingiz, mana shu ham futbolchi ham musulmon, o'zi ko'rdingiz. Haligi bola o'sha G'azani qo'llab-quvvatlab bayrog'ini ko'targanda odamlar har xil unga bosimlar bo'ldi, lekin Ispaniya o'sha klubi ham chiqqan, Ispaniya davlati ham chiqib aytgan, biz buni orqasida turamiz. Chunki bu ish yomon ish qilgani yo'q, bu insoniyatni qo'llab-quvvatlayapti. Hech qaysi bir inson bunaqa tahqirlash kerak emas, bunaqa nohaqlik bilan o'ldirilishi kerak emas degan nimani olib chiqdi-da. Ispaniya ham yaxshi, o'zini yaxshi tutdi butun dunyo. Endi balkim oldinda tarixdan qilgan ishlari bordir, lekin hozirgi kunda aynan o'sha musulmon olamida o'zini hurmatiga erishdi. Musulmon davlatlaridan o'z hurmatiga erishdi shu. Shuning uchun nima deydi? Ispaniya yutganidan xursandmiz. Biz ham O'zbekiston terma jamoasini xudo xolasa keyingi jahon chempionatida xudo xolasa kelib yuqoriroq natijalarni erishishini istab qolamiz va kutib qolamiz. Shunday bo'lsa. Nima deymiz bugunga? Rahmat. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Yana ko'rishguncha. Sog' bo'linglar.